3-trek. O'tmish yodgorliklari kitobida Beruniy inson hayotiga oid xilma-xil ma'lumotlarni keltiradi. Shu jumladan olimning kishilarning jismoniy tuzilishi, umrining uzun qisqaligi to'g'risidagi mulohazalari ham diqqatga sazovordir. Qadimiy odamlar yirik gavdali bo'lganlar. Madian tog'larida topilgan arxeologik yodgorliklar shu fikrning isbotiga xizmat qiladi. Beruniyning yozishicha, Farg'ona va Yammoma Afg'onistondagi bir viloyat xalqlari, himyarlar va boshqa yana bir qancha xalqlar orasida uzoq umr ko'rganlar ko'proq uchraydi. Beruniy odamning uzoq vaqt yashashi sababini biologik va irsiy omillar bilan bog'laydi. Olim bu to'g'risida astrologlar to'qigan uydirmalarni qat'iyan rad qiladi. Abu Abdulloh al-Husayn ibn Ibrohim at-Tabari an-Natili Beruniyga zamondosh bo'lgan olim va yozuvchi. Inson uchun 3 kamolat bor degan. Birinchi kamolat balog'atga yetish davri, ya'ni o'zi kabi birovning undan paydo bo'lishi mumkin bo'ladigan vaqt. Bu 2-7 yillikning boshidir. Ikkinchi kamolat tafakkur quvvati bo'lib, kishining aqli quvvatdan fe'lga chiqadigan vaqti. Bu 6-7 yillikning boshiga to'g'ri keladi. Uchinchi kamolat odam yolg'iz bo'lsa o'zini, uylangan bo'lsa oilasini, podshoh bo'lsa fuqarosini kutishga arziydigan vaqti. Shu uchala kamolat davri 140 yildir degan An-Natili. Beruniy bu 3 kamolat to'g'risidagi fikrni ma'qullaydi, ammo ular uchun belgilangan muddatlarni qabul qilmaydi. Biz zamonamizda An-Natili kamolat belgisi deb ko'rsatgan ahvolga odamlarning boshqacharoq muddatlarda yetayotganliklarini uchratamiz. 117-bet deb yozadi Beruniy. O'tmish yodgorliklarida katta ijtimoiy ahamiyatga molik voqealar to'g'risidagi ma'lumotlar ko'p uchraydi. Bular payg'ambarlik da'vo qilgan shaxslar, ularning tarafdorlari, bu harakatning oqibatlari, shunday harakat qatnashchilarining mafkuraviy qarashlar to'g'risidagi boblaridadir. Amalda bu ma'lumotlar O'rta Osiyo, Eron xalqlarining ajnabiy istilojlarga qarshi ko'targan qo'zg'olonlari, bu xalqlar ichida islom dogmatizmiga qarshi yuzaga kelgan ijtimoiy mafkuralarning bayonidan iborat. Hukmron mafkuraga qarshi ko'tarishlarga turli davrlarda Budosaf, Zaratustra, Zardusht, Moni, Behofarid, Muqanna kabi shaxslar boshchilik qildilar. O'tmish yodgorliklarida Zarostrizm e'tiqodining asoschisi Zaratustra va uning Avesta kitobi to'g'risida g'oyat muhim ma'lumotlar bor. Beruniyning sharq tafakkuri tarixida o'ziga xos o'rin tutgan Moni va uning ta'limoti to'g'risida aytganlari ham diqqatga sazovordir. O'tmish yodgorliklarida yana Al-Halloj ibn Abu Zakariya, ibn Abu Azoqir, yahudiylar kutayotgan Mahdi, Dajjal, ularning ta'limoti va taqdiri to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Yana shu soxta payg'ambarlarning qachon chiqqani to'g'risidagi jadval ham berilgan. O'tmish yodgorliklarida Beruniy yana eronliklar, xorazmliklar, sug'dlar, rumliklar, yahudiylar, suriyaliklar, xristianlar, nasoriy xristianlar, islomgacha bo'lgan arablar, musulmonlarning marosim kunlari, hayitlariga oid ma'lumotlarni ham keltirgan. Ular orasida Navruz to'g'risida aytilgan gaplar diqqatga sazovordir. Beruniy dunyoviy ishlar uchun mo'ljallangan hayitlar va diniy oxirat uchun mo'ljallangan hayitlarni farq qiladi. Navruz dunyoviy hayitlarning birinchisidir. O'tmish yodgorliklarining oxirgi bobi oy manzillari xususidadir. Beruniy quyosh yili kunlarida oy manzillarining chiqish vaqtini bildiradi. Oy manzillarining o'zgarishi sababli o'zgaruvchi va qaytarilishi bilan takrorlanuvchi tabiiy holatlar o'sha manzillarni o'rganish natijasida oldindan bilinadi. 336-bet. Shundan keyin hindlar, islomgacha bo'lgan arablar, eronliklarning oy manzillarini belgilash tartiblari to'g'risida so'z yuritiladi. O'tmish yodgorliklari kitobini tugallar ekan,
Beruniy bunday deb yozadi: Bu kitobni o'qigan o'quvchi quyidagi kayfiyatdan xoli bo'lmaydi. Yo u ma'lumotda menga tenglashadi, unda meni maqtab, bu kitobga qilgan mehnatim uchun mendan minnatdor bo'ladi, yoki martabada mendan ortiqlik qiladi. Unda yangilishlarini isloh etib, yuz bergan toyilishlarda meni ma'zur tutadi. Uchinchi holatdagi o'quvchiga kelganda, u menga bo'ysunsa, istifoda etishiga, agar adovat qilsa, ojiz qolishiga kifoya qilarli asar yaratdim. 425-bet. Dar haqiqat, o'tmish yodgorliklari yosh olimni buyuk allomalar safiga kiritdi. Uni jahon olimlarining peshvolaridan biriga aylantirdi. Bu kitob tez shuhrat va e'tirof topdi. Asrlar o'tgan sari uning e'tibori tobora ortib bormoqda. Beruniy Go'rgonda ekan vaqtida barakali ilmiy faoliyat bilan mashg'ul bo'ldi. U Xorazmdagi ustozi Abu Nasr ibn Iroq bilan ilmiy munosabatlarni davom ettirdi. Abu Nasr ibn Iroq Beruniyga atab bir qancha asarlar yozib Go'rgonga yuborgan. Beruniy yana bir boshqa xorazmlik olim Abu Sahl al-Masihiy bilan shunday ilmiy hamkorlik o'rnatgan edi. Go'rgonda bo'lgan paytida 998-1003-yillari Beruniy astronomiya va tabiatshunoslik tarixiga oid 15 ta asar yozgan. Bulgakovning Beruniy hayoti va asarlari kitobida rus tilida ko'rsatilishicha, shu asarlardan 3 tasining qo'lyozmalari bizgacha yetib kelgan. Ular astrologiya tuzilishiga xos usullar, astronomiya kalitlari va bizga yaxshi ma'lum bo'lgan o'tmish yodgorliklari kitoblaridir. Nizo. Go'rgon podshohi Qobus ibn Vushmagir Beruniyning qanday ulug' zot ekanini yaxshi bilar edi. Beruniy ham Qobusning qanchalar fozil adib va zolim podshoh ekanini to'la anglagan edi. Bir kuni ular o'rtasida bunday suhbat, to'g'rirog'i munozara sodir bo'ldi. Qobus Beruniyni o'z huzuriga chaqirdi. Ular faqat ikkovlari edilar. Sizning ulug' iste'dod va chuqur tafakkuringiz Go'rgon mamlakatining bezagidir, dedi Qobus Beruniyga. Bu mamlakat hokimiyati shu zukkolik va donolik bilan mustahkamlansa, ya'ni vazirlik martabasi sizga ato etilsa degan xohish ko'nglimda uyg'ondi. Bu davlat va ulug' darajaga men munosib emasmen, deb javob qildi Beruniy darhol. Uning o'z fikrini to'ppa to'g'ri va hech hayiqmay aytish odati bor edi. Chunki men ilm dargohining xizmatida barqaror bo'lib, davlat xizmatiga fursat topmasmen va buyuk ishonchimni yo'qotish sharafsizligiga mubtalo bo'larmen. Podshoh Qobus o'z so'zining rad qilinishiga odat qilmagan edi. U Beruniyning javobidan, bu javobning qat'iy va kelishmovchi ohangidan ranjidi. Qobus Beruniyga biror quyi lavozim taklif qilayotgani yo'q. U ba'zi odamlar bir umr orzu etib, har kun tushida ko'rib yotishi olmayotgan feruz baxtlikni unga muyassar qilmoqda. Sizning ixtiyoringizga podshohlik hokimiyatining butun quvvati topshirilgay. Go'rgon davlatining bosh tayanchi siz bo'lib qolursiz. Siz faqatgina taxt egasiga bo'ysunarsiz. Boshqa hamma sizning farmoningizga muti bo'lg'ay, dedi Qobus sal iztirob va qizg'inlik bilan. Buning nesi sizga nomaqbuldir? Men ilm va tafakkurga farmonbardormen. Mening yagona davlatim turmushdagi erkinlik va funun dargohidagi bandaligimdir. Shundan judo etmasalar deb o'tinamen. Go'rgon podshohi Shamsul Maoli Qobus ibn Vushmagir Beruniyning bu so'zlariga javob qilmadi. U yengil bosh irg'itib, Beruniyga suhbat tugaganini bildirdi. Beruniy podshohga ta'zim qilib, xonadan tashqariga chiqdi. Olimning ko'ngli tashvishli, xotiri g'amnoq edi. Podshoh Qobus keyingi paytlarda zulmni haddan oshirmoqda. Uning farmoni bilan har kuni bir necha kishining boshi kesiladi. Ulardan qay biri gunohkor, qay biri begunoh ekanini hech kim, shu jumladan podshohning o'zi ham yaxshi bilmas edi. Bu jabrdiydalarning ko'plari podshoh doirasiga mansub bo'lganlar,
Shavkat quyoshi deb nomlangan bu podshoh kishilar ko'nglini yoritish o'rniga ularning joni va xonumonini kuydirish bilan mashg'ul. Beruniy uchun ham xavotirli kunlar keldi. U har doim bir jazo yoki ta'qibni kutib vaqti o'tar edi. Keyinchalik Beruniy o'zining ana shu hayajonlarini ifodalab bir bayt yozdi. Xurshidi davron tilar, qilsam uning tobiligin, istagim barbod etib, qandoq sabil xurshid ekan. Qobusning Beruniyga munosabati tobora yomonlasha bordi. Podshoh olimning tadqiqotlariga hech qanday yordam ko'rsatmay qo'ydi. Beruniy Jurjon yaqinidagi Dehiston bilan G'uz turklar yashaydigan joy o'rtasidagi bir o'rinda yer masofalarini o'lchamoqchi bo'lganida, bu ish uchun xazinadan ajratiladigan mablag' berilmadi. Bora-bora Gurgonda podshohning muttasil noroziligi va qahriga chidab ishlash Beruniy uchun og'ir bo'la bordi. Boshqa chora qolmaganidan keyin 1004-yili Beruniy Gurgonni tark etib chiqib ketdi. Gurganch. Bu paytda Xorazm davlatining poytaxti Gurganch bo'lgan. Bulgakovning xabar berishicha, bu shahar hozirgi ko'hna Gurganch o'rnida joylashgan. Ko'rsatilgan asar 119-bet. 997-yili Xorazm taxtini usta diplomat va tadbirkor hukmron Ali ibn Mamun egallagan bo'lib, u o'z davlatiga ma'lum muntazamlik o'rnatgan edi. Ali ibn Mamun olim va shoirlarga homiylik qildi. Natijada Xorazmda O'rta Osiyoning eng mashhur olim va fozillari jam bo'ldilar, ilm, madaniyat yuksaldi. Beruniy Gurgondan Gurganchga kelib, shu yerda istiqomat qilib qoldi. Beruniydan so'ng uning ustozi Abu Nasr ibn Iroq ham Kattan Gurganchga keldi. Al-Masihi, Abul Xayr ibn al-Hammor kabi olim va tabiblar shu shaharda istiqomat qilmoqda edilar. Nihoyat 1005-yili Sharq tibbiyotining yorug' quyoshi Abu Ali ibn Sino ham Gurganchga keldi. Beruniy va Ibn Sino bir-birlari bilan shu shaharda uchrashdilar. Abu Mansur al-Solibi Yatimatud Dahr davrning yagona gavhari kitobida xabar qilishicha, bu paytda Xorazmda ko'p shoirlar yashab ijod etganlar. Ularning ko'plari arab tilida she'rlar yozganlar. O'rta Osiyodagi arab tilidagi badiiy adabiyot to'g'risida quyidagi kitobga murojaat etilsin. Ismatulla Abdullayev Yatimatud Dahr arabchadan o'zbekchaga tarjimasi, fan 1976-yil. Beruniy Xorazmga qaytgach o'z ilmiy ishlarini davom ettirdi. U mineralogiya, tabiatshunoslik bo'yicha bir qancha asarlar yozdi. Astronomik kuzatishlar olib bordi. Ayniqsa Beruniyning 1004-yili oy tutilishini tadqiq etishi muhim xulosalar qilishiga sababchi bo'ldi. 1009-yilda Xorazmshoh Abu ibn Mamun vafot etdi. Xorazm hokimiyati marhum podshohning ukasi Mamun ibn Mamun ixtiyoriga o'tdi. Beruniy o'z vatanining taqdiriga hech qachon befarq qaragan emas. Ulug' olimning Xorazmda yashab turgan davri uning jiddiy siyosiy faoliyati bilan bog'liq. Xorazmshoh Beruniy bilan maslahatlashib ish tutar edi. Olimning donolik bilan bergan maslahatlari mamlakat taqdirida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Xorazmda Beruniy bir tarixiy asar yozgan. U Xorazmning mashhur zotlari deb ataladi. Ammo bu asarning qo'lyozma nusxasi bizgacha yetib kelmagan. Beruniyning zamondoshi tarixchi olim Abu Fazl Bayhaqiy o'zining Tarixiy Mas'udi kitobida Beruniyning shu asaridan ayrim lavhalarni keltirgan. Tarixiy Mas'udi kitobining fors tilidan rus tiliga tarjimasini Arendis amalga oshirgan. Bu tarjima 1969-yili Toshkentda O'sfa nashriyoti tomonidan nashr etilgan. Xorazmshoh Mamun ibn Mamun ilmli, shafqatli va faol shaxs edi. Ammo uning butun vaqti ayshu ishrat, bazm va ovda o'tar edi. Xorazm mamlakatida xalqning ahvoli og'irlashib borar, xo'jalik xarob bo'lmoqda, xonavayronlik avj olmoqda. Bazmdan boshi chiqmaydigan podshoh esa xalqning qanday og'ir hayot kechirayotganiga parvo qilmas edi.
G'azna podshohi Mahmud G'aznaviy bu paytda Turkiston xonlari bilan urush olib borayotganidan Xorazm bilan do'stona aloqalar o'rnatgan edi. Ammo Mahmudning ko'nglida Xorazmni o'ziga tobe qilish niyati bo'lgan. Qulay fursatda u bu niyatni amalga oshirdi. Mahmud G'aznaviy Turkiston xonlari bilan sulh tuzdi. 1017-yil esa Xorazm Mahmud G'aznaviy tasarrufiga o'tdi. Xorazm mulki Mahmud G'aznaviy lashkarining talanchilarga yem bo'ldi. Juda ko'p olim va hunarmandlar podshohning buyrug'i bilan G'aznaga haydab olib ketildi. Shular orasida Abu Rayhon Beruniy ham bor edi. Beruniy yana o'z vatanidan uzoqlashdi. Endi bu abadiy uzoqlashuv edi. 1017-yili Xorazmdan olib ketilgan Beruniyga keyin ona yurtiga qaytish nasib bo'lmadi. G'azna yer o'lchashga oid asarlar, geodeziya. Bu davrda Beruniyning olimlik shuhrati butun sharq mamlakatlariga yoyilgan edi. Endi uning mukammal bilimdonligi, o'tkir aqli va tafakkuri G'aznaviylar sulolasiga xizmatda bo'lishi lozim edi. Mahmud G'aznaviyning niyati shunday. Ammo erkinlik va hurfikrlikni har narsadan ustun tutadigan, fan va ma'rifatning e'tiqodli muxlisi va zahmatkash Beruniy zulm va makr timsoli bo'lmish podshoh Mahmud G'aznaviy bilan murosa qila olmaydi. Bu aniq. Shunga qaramay 1017-yildan o'z vatani Xorazmdan G'aznaviylar davlatining poytaxti G'aznaga tutqun qilib keltirilgan Beruniy to 1030-yilgacha, ya'ni podshoh Mahmud vafotigacha unga tobi va qaram bo'lib yashashga majbur bo'ldi. Olim uchun ma'naviy azob quvvat bilan to'la bu achchiq qismatga chidashdan boshqa chora yo'q. Agar taqdir shunday alamli hayotda yashashni belgilab qo'ygan bo'lsa, unga rozi bo'lishdan boshqa nima ham qila olish mumkin deb fikr qilar edi Beruniy. Olim beto'xtov ilm bilan mashg'ul bo'libgina o'zini sal ovutardi. G'aznaga kelgan paytida Beruniy geodeziya asarini yozishga kirishgan edi. Bu asar uchun lozim materiallarni u Xorazmda ekanida jam qila boshlagan bo'lib, zarur ilmiy asbob uskunalarni ham o'sha yerda hozirlab qo'ygan edi. Shularning hammasini olim o'zi bilan G'aznaga keltirgani uchun ilmiy ishini beto'xtov davom ettirishi mumkin bo'ldi. Beruniy bu asarini G'aznada 1018-yilning boshlarida yozishga kirishdi va 1025-yil 20-oktyabrda uni yozib tugalladi. Asarning to'la nomi bunday: aholi yashaydigan joylar orasidagi masofalarni aniqlash uchun kerakli o'rinlarning chegaralarini belgilash. Buni qisqartirib fanda geodeziya deyilgan. Geodeziyani arab tilidan rus tiliga Bulgakov tarjima qilgan. Bu tarjimani 1966-yili Toshkentdagi fan nashriyoti bosib chiqargan. Bu nashr mufassal so'z boshi va mukammal ilmiy apparat bilan ta'minlangan. Ular ham Bulgakov qalamiga mansub. Filologiya fanlari doktori Beruniy nomli O'zbekiston davlat mukofotining laureati Pavel Grigorovich Bulgakov 1927-yili tug'ilgan. Beruniy ijodini o'rganish sohasida katta xizmat qilgan olimlardan biridir. U Rizn и труды Beruniy, Beruniyning hayoti va asarlari fan 1972-yil asarida Beruniy hayoti va ilmiy faoliyatini, uning o'rganilish tarixini mufassal tadqiq etgan. Yana Bulgakovning Abu Rayhon Beruniy rus tilida kitobchasida fan 1973-yil shu masalalar ilmiy ommabop shaklda ta'riflangan. Bulgakov Beruniy to'g'risidagi 2 seriyali badiiy film ssenariysining soavtori hamdir. Kitobning kirish qismida har bir asarida bo'lgani kabi Beruniy o'z ko'nglidagi eng ezgu fikrlari, dardu hasratlarini bayon qiladi. Ularda olimning johil, tuban, manfaatparast, pastkash kimsalarga cheksiz nafrati ayon bo'lib turadi. Zamondoshlarimga nazar solganimda shuni ko'rdimki, deb yozadi Beruniy. Ular hamma joylarda jaholat libosini yopinganlar va shu bilan bir-birlari qarshisida faxr qiladilar. Ular fazilat egalariga qarshi dushmanlik olovi bilan lovullab yonadilar va peshonasiga
ilm muhri bosilgan har bir kishini ta'qib qilib, unga turli tuman ozor va yomonlik yetkazadilar. Beruniy yashagan sharoit, uni o'ragan muhitda ana shu toifadagi shaxslar ko'pchilikni tashkil etar edi. Shunday yovuz doirada o'ralgani holda olim tinmay ijod qildi. Ilm fanga rivoj berdi. Beruniy uchun ilm hayotiy zaruriyat edi. Ammo Beruniy atrofidagi bir guruh johillar ilmni tan olmas, ilm ahliga haqoratamuz muomalada bo'lar edi. Shunday kimsalarga javoban Beruniy ilmning qadr-u qimmatini baland qo'yish kerakligini, insonning chin fazilati ilmda ekanini ishonch bilan o'qtirar edi. Ilmdan nima foyda bor deguvchi qo'pol va badmuomala johillar insonning boshqa hayvonotdan ustunligi ilm tufayli ekanini bilmaydigan va ilmsiz inson o'z mazmunidan mahrum bo'lajagini ular fahmlamaydilar deb yozadi Beruniy. Ilmni uning mohiyati uchun o'rganadilar. Ilm o'zi lazzat bag'ishlaydi. Odamlar ilm tufayli ezgulikka erishadilar. Ular ilm tufayli yovuzlikdan xalos topadilar. Shuning o'zi eng aniq foyda, eng katta davlat emasmi axir? Buyuk olim Beruniyning ilm ta'rifida aytgan bu so'zlari ilm-fan qimmatini ko'klarga ko'tarish, yana ayni haqiqatni lo'nda va ishonarli bayon qilishning aniq namunasidir. Beruniy ilm dushmani bo'lgan, undan nima foyda bor deguvchi johillarni tanqid qilish bilan cheklanmaydi, balki o'shanday kimsalar foyda deb hisoblagan tushunchalarning nafratli tubanlik ekanini ochib tashlaydi. Olim ilmning turmushning har bir sohasida chin foyda yetkazajagini qat'iy nisbatlar orqali isbotlab ko'rsatadi. Shundan so'ng Beruniy turli fanlarning qanday paydo bo'lgani to'g'risida hikoya qiladi. Nozik tabiatli kishilar muzika tinglab rohatlanadilar. Tartibga solingan ohanglar kishiga kuchliroq ta'sir qiladi. Kishi tartibni yoqtiradi. Tartibli she'rlar diqqatni jalb etadi. She'r qatorlari ohanglar uyg'unligi bilan qorishib ketganida kishiga yanada maqbulroq bo'ladi. Shundan muzika ilmi kelib chiqqan. Kishilar bir-birlari bilan muloqot qiladilar, bahs va muzokaralar. Ana shunday paytda nutq tarozilari darkor bo'ladi. Shu tarozi mantiqdir. Ilmlar inson hayoti uchun zaruriy ehtiyojlar tufayli paydo bo'ldi. Beruniy bu kitobining shunday maroqli fikrlar bilan to'la muqaddimasida inson hayotiga oid mulohazalardan tabiatga bog'liq muhokamalarni keltirib chiqaradi. Tog'lar silliq, guldor toshlardan, toshga aylanib ketgan tuproqdan va qumlardan tashkil topgan. Xarsanglar va shag'allar esa uzilib tushgan tog' parchalaridirlar. Ulardan shamol va suv ta'sirida ajralib ketgan ayrim bo'laklar esa qum va to'zdonlardir. Shag'al daryo o'zanlarida yig'iladi. So'ngra u suv ostida qolib ketdi. Sekin-sekin ular sovuq ta'sirida toshga aylanadilar. Tosh esa olov, issiqlik ta'sirida parchalanib ketadi. Chunki sovuqdan shakllangan narsa issiqdan buziladi. Issiqdan yaralgan narsa esa sovuqdan mahv bo'ladi. Beruniy quruqlikning yer markaziga munosabatini alohida tadqiq etib, bunday xulosaga keladi. Quruqlikning yer markazidan uzoqlashuvi o'zgarib turadi. U ko'tarilganda qumlar ko'payib, suv kamayadi, ariq va buloqlar quriydi, yer sathi yomonlashadi, uni ishlash dehqonchilik ishi mumkin bo'lmay qoladi. Natijada odamlar bunday yerlarni tashlab boshqa joylarga ko'chib ketadilar. Shu tufayli ilgari dengiz bo'lgan joylarda quruqlik bo'lgan joylarda dengizlar paydo bo'ladi. Masalan, Arabiston sahrosi o'rnida ilgari dengiz bo'lgan. Jurjon va Xorazm oralig'ida ham katta ko'l bo'lgan. Jayhun daryosi bu yerlardan o'tib Jurjon va Xazar oralig'idagi dengizga quyilgan. Beruniy Xorazmning paydo bo'lishi to'g'risida mufassal hikoya qiladi. Jayhun daryosi katta qoyalar orasidan o'tib, bu yerda ko'l tashkil qilgan edi.